Assalomu alaykum. O'rtoqlar, muxlislar, xonimlar va janoblar, gentlemenlar. Shef, qalaysiz? Assalomu alaykum. Qo'yasizmi? Salomat yuribmiz. Yaxshi. Shukr. Yemedik mana. Ava, xudo xolsa. Tashakdan keldik. Endi ochamiz xudo xolasa tez. Qachon bo'ladi shu? Tez kundan. Remont ishlari yetib turibdi. Hisob. Nima mashina bo'ladi? Chang'an firmasida Neo Depal modeli bo'ladi. Xudo xolsa Ferrari, Lamborghini ular ham kelarsiz? Xudo xolasa. Bo'ladi. Tez kunda deydi o'rtoqlar. Tez kunda. Bizdan kuzatib boringlar. Birlamchi kredit ko'p chiqadi. Yo'q. Shot spravka yoziladi. Hamma modellar bo'ladimi dedi? Chang'an Neo Depal. Gruzovoydan boshlab tortib lehkovoy chiqadi. Lehkovoy, ha. Garantiyasi bor. Ana. Furam bo'lishi mumkin bundan? Yo'q, fura yo'q. Gruzovoymi Damozni Moboden qilib oldi. Hava. Shu modeli bo'ladi. Ana. Kelaverasiz, bizdan kuzataverasiz do'stlar. Xudo xolsa kuzatamiz buni. Adresini tushuntirib o'tamiz. Do'stlar, ham yerda Obolgay ko'prikdan tushasizlar. O'ng tarafingizda Paxtakar ketadi. Ha, chapga ketsangiz Paxtakar. Svetofordan o'tasizdan o'ng tarafda joylashgan bo'ladi. Avtosalon. Depal. Chang'an. Neo. Xudo xolsa ikkitacha gaplashib boshlaymiz siz bilan. Bo'ladi. Toshakning ichine girdik. Birinchidan kuzatib boraveramiz. Buzdingina bo'lib turibdi do'stlar. Sifat birinchi o'rinda deydi. Atush Auto deydi o'rtoqlar. Atushning o'zini ko'rsatamiz yurtni. Avtolayner yulduzadi. Xorazm avto yulduzi ham. Endi o'zi xudo xolsa Atush Autoning yulduzi bo'ladi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Allohga Ben de ekan. Ofis. Magazin mi? Magazin mi? Ofis. Ofis, magazin, aksesuarlar bo'ladi. Yani do'stlar, hali bu 2%, 1% var. Dolduramiz. Ana. Sen menese bo'ladi. Kelaverasiz do'stlar. Ko'rsatamiz. Bu ne oldu ekan bu? Shampun. Şampun mu? Kiteski napitkide böyle yapma. Napitkeler mi oldu? Oo, doldursak ya mı? Klientler için bu. Aha. Klientler salgın içimlikleri. Bir de klient arızlarını alıp oturalım şurada. Sağ ol. Kofe, çay bağı işte o. Temizliklerdi. Oo, kimçisi yiyip lan. Sağ ol. Kimçiski. Yaldan atıp verirse. Sağ ol yanım, sağ ol. Hani jarayanda işi var. Ha, polirovka. Keramik hem gitedi ha? Hava keramik hem. Bizim ne işe buladı bir yerde? Atuş. Bir de maşina tavuklu libo iş hem iş buladı. Mesela polirovka, keramika, drone plenka, panirovka, elektrik işleri kulak yani ofis görüntüsü, aksesuarlarımız yararlı kulak altı elimizde göster. Çünkü yüzük paralarımız kaç ha? Laboy hizmetleri bu. Yok öyle. Laboy almaşık kararısının içinde. Diskeler gelen kulak altı fakat diskeler. Miyatina. Vakum. Hava kosmetik işleri var. Bunlar iş yok. 23 ekan bu ha? 20 saat. Sağ ol. Farman. Sage. Ralım mısın? Şunke metasından mı? Şunka ketdi, şunkem bor. Ana, şunke mi deydi ortaklar? Şunkem bor. Şu karşı gözetip para veremiz ha? Birinci etten. Yetilgan tovoqli. Xudo xolasa tez gözetemiz. Hava. Eng qulay hozir Bruno Planka ketib turibdi. Aha. Biz hozir rivojlanmoqda Bruno Planka. Hava. Sakkalan mashinalar Bruno Planka o'sha tavsiya etamiz. Bu zavodga guydirilmayan bu ha? Yo'q, go'daldan qilingan. Aha.
Так, круговой bo'ladimi tonirovka? Ava, krugovoy tonirovka. Aha. Sir bo'lmasa necha so'm bo'ladi yana shu Lasetti'ni krugovой etsa? Pulinkasini qarabmi ya? Bir xilmi? Krugovoy endi lamboylar bilan 1 million chiqadi. 1 million. Ava, luklari nerlarida bo'lsa bo'ladi 1 million. Arzonroqlari 600, 500, 400 chiqaveradi. Mashina qarab urasanmi ya? Farqi yo'qmi? Spark, Matiz Sparkdan arzonroq bo'ladi. arzonroq bo'ladi, ha? Kamroq material ketadi. Ava. Tushunarli. Necha kunda bitadi endi bu, Atush? Necha kunda bitadi? Mashina ikkasi. İşine kadar paydorovka bo'lsa 1 kun qo'shiladi, kunchicha bo'lsa yana 1 kun qo'shiladi. İşine kadar qo'shilib qolaveradi. Shunchaki vaqt ketar, ha? Shuncha. Bir kun ketadimi? 3 kunmi? Bu endi sredstvo bu, ha? Ava, mana. Firmening mahri bu hammasi? Ava. Ya bo'lsa. Sifat darajada ishlanadi bu, Atush Auto. Asosan baraveramiz. Bu plyonkalar bo'ladi. Ava. Thompson berini sotamiz. Aha. Tak. Hozir eng yaxshi plyonkalardan birisi. Necha so'mdan boshlanadi bu? Eng pasti, eng yuqori. Şu ikki ishchimiz 150-200 so'mdan boshlanadi arzonroqlari. Endi biz ham muovinni tursanasi ishlatamiz. Biz arzonlarimizda birida eng qimmatli urushlarni paydorovkalardan ishlatamiz. Ana bo'lsa, kelaverasiz. Seylab olaverasiz, ha? Biz arzon narsa ishlatamiz, narsa ertangi kuni yozda ishsimni oqarib qizarib qolishi mumkin. Ana. Thompson. 50 ming so'm, 100 ming so'm urib bersak bo'ladi, lekin ertangi kuni uyaltiradidan-ku. Tushunarli. Bizga shuncha yaxshi narsa ishlatamiz. Bo'ladi. Shana girdik. O ish ketib turibdi endi, Atush. Kirrak kerak ekan o'rtoqlar. Ya buni yo'lga qo'yib bersam chiroyli ko'rinadi ekan, ha, mashina. Ava, biz pochtadan o'lchmoqda. Ava. Plasmasku motvizay bo'ladi. Paydorovka desa bu oqarib ketmaydi bu. Ha. Ham yaldiroq qoladi. Tushunarli. Nima bo'ladi? Kuchkani ko'ringmi? Ava. Endi polirovka etilgan yerni ko'rik qani? Ya'ni endi boshlandimi? Hozir endi boshlanadi. Endi, ha. İnanın, birinci etap bu. O yo'qolibdi-ku, ha? Endi ozgina bor. Ozgina bor. Hozir boshlanadi. Ha. Hozir yana bir 20 minut yarim soat ishlatsa ko'rasizmi, shisha bo'ladi sesing. Yaldirab turadi. Yaldiradi. Zerkalo. Ava. Hisob. 180 ming yurgan mashina ekan. Nechanchi yil ekan bu? 19 bor. 18 bo'ladi bu. Buna keramika ham uramiz. Keramika, ha? Polirovka, keramika yana nima ishlatiladi bunda? Hozircha shu ikkisi. Shu uchun keldi. Tushunarli. Narxini aytib o'tsak, necha so'm olinadi shu vajdan? Paydorovka bu bunday mashinalar 1 million 1 million 200 sotsiyalasini qarab. Hozir arzonlatib qo'yibmiz boshqalarda, lekin skidka bor. Yo'q, skidka emas. Arzon. Skidka qo'yamiz. Ha. Biz shunday baho shuni aytib qo'yibmiz. Arzonmi boshqa yerga qarami? Voy. Surishtirib ko'raversizlar. Ha, kelaverasiz. Do'stlar, surishtirib. Bunday tipdagi trekkerlar bor, masalan, Equinoxlar bor, 1 million 1 million 200 ishlanadi. Ajoyib. Gap bosh mumkin emas. Hali ish bormi, ha? Hozir girdi, hozir mo'katib endi girizdilar. Tushunarli. Equinox ham bor ekan-ku. Ha. Nima ish etdingiz ammo? Ko'pincha shunday Equinox moli bilan keladi. Aha. Mana endi keldi o'sha. Hozir keldilar. Aha. Bu qabul etdik. Bu o'zi mashinalarni chiqarib berib qabul etadigan kundanmi o'zi? Mashinalarni bir girzamiz, o'sha bir girgan mashina bir chiqib ketadi. Shanba kuni, ha? Yana mashina qabul etib qolamiz. Nima ish etasiz endi bunda? Bundan shu polirovka. Polirovka. Bu ximchisi ham bo'ladi. Hava. İçində qo'shar ko'p bo'ladi, yozda dallatadi. Nakitkalarni qo'yib ish qilib, Yo'qlar. zo'r nakitkalardan gizib beramiz. Ximchisi bo'ladi. Necha kunda bitirasiz buni? 2 kun. 2 kun. 2 kun olib. Birinchi kun ketadi. Egasini beramiz. Hisob yaxshi. Tak, o, Nexia 3. Nima bo'libdi bunga? Buni qayta turibmiz. Hayatami? Reanimatsiyadasiz bu, ha? Reanimatsiyada bor. Ting 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 demadadi. Oo. Yuraklar urib turibmi axir? Yuragi urib turibdi. Oo, Yuragi motoridan Qo'yava. urib turibdi. Hisob. Nima bo'ldi endi bu? Nima ishlatasizlar? Bu ega satsak mashinani o'zgartirsak, shuning uchun. Ha, taqlab berasiz. Ha, taqlab qaytarib berdi. Tushunarli. Oho. Oho. Rengi bo'yabdi-ku bu qora tsvet, ha? Yani endi ximchisi yatasa ko'rasizmi? Paket bor. O'zining narsidan keladi. Buferlardan qarab. Yo'q-pare. Toza bufer qo'yasam, yo bo'yisam ishlatasan. Ona paket buferlar bitta. Ha, katta, ha? Родной bo'ladi mashina. Xullas, yani lishchivazdan olib tashlayapmiz. Zavod qo'yding chiqadi. Zavod qo'yatib, sotib, tayyorlashlarni bor.
Shum kim Yo'q, ketadi? o'zi urilgan ekan. Urilganmi? Endi qimchisiya bo'ladi, ish vazir ham bo'lmaydi, aynan qimchisiya. Ketadi, ha? Elektrik ishlarini testamı? Hamma o'z bor. Signalizatsiyani qo'yasizmi? Hamma o'z. Hisob. Signalizatsiya qo'ysa bo'ladi unda, ha? Ha. Bo'ldi, kelamiz xudo xolasa. Endi hozir radno turibmiz, bir nechta o'zini radno mas'ul bo'laymi. O'zini radnolarni qo'yib turibdi. Zavod deyim bo'pti. Zavodskiy. Mexanik ekan bu. Mexanik. Bu qachon keladi bu? Bu ikkinchi yili bo'lgan. Xudo xolasa necha kuni bitadi yana? 2-3 kunlik ishi bor. 2-3 kunlik. Tak. Gelaverasizlar do'stlar. Atush Auto. Detailing. Bu mashinani ishlatamiz ekan. Bu mashina tonirovkaga keldi. Tonirovka, ha? Thompsondan zo'rroq urib qaramiz. Xudo xolasa, ha? Bu zavodga go'dilgan ekan bu. Zavodskiy go'dalish. Bunga tushib turami ekan? Endi biz naqd darkon bloki bu. Ava. Shuni svet bormi? O'xshar. Yo'q, endi svet yo'q. Yo'q. Endi sapal o'xshab boradi u. Oyna sveti bor, lekin oyna svet. Aha. Oyna zerkala svet bo'ladi. Keyin endi xameleon svetlari bor. Milisiyalik yetishmaymi axir? Qo'ysa. Lekin multfilm o'qigan. Multfilmmi? Arkasidan uramiz. Ava, endi multfilm bo'ladi. Ava, yo'q. Kim ekan bular? Kim bu? Winnie Puh'larmi? Bu bir oila bo'lsa kerak. 1, 2, 3, 4 tane. Doğru. Ana shunday. Yanında yuriydidan pastlayın. Yani dostlar bu bizden taçça xudo xolasa tonirovka urdiramiz. Yanbash и arka tomon. Evvelki mashinasidan shu turadi. Ava. Retro. Yurib boraverasiz, hozir xudo xolasa ishni boshlab beramiz, ha? Necha soatda bitadi taxminan? 40 bin taraf bitadi. Bo'ldi. Qani? Fotozona. Oo. Fotosessiya. Bitgan mashinalarni netamiz, syomka etamiz. Tamam. Abi assurasi zo'r. Ava. Egasini shuga topshiramiz on mashinani. Ha. Bu defekt chiqadi bu yerda. Aha. Tushunarli. Hali quloqlar qarazlar bir dona servislar bo'ladi. Atush Auto o'rtoqlar. Yangi brend Xorazmda. Kelaverasizlar. Yoddan chiqarma u. Hali qiziga asosiy aytmadik abi. Shundan menda, Asosiy aytmadik, shundan bilan Instagram orqali gap turibdi. Podpisalar qilsalar ko'rib turadi. Instagram bor? Instagram bor. 46 ming bo'ldi xudo xolasa. Молодец. Bu podval qismimiz. Ava. Buni ustida avtosona aytamiz xudo xolasa. O'ng bo'lsin. Rahmat. Mana bo'lsa kelaverasizlar. Atush Auto. Ustalar servis bilan bog'liq chiqdi. Endi bizlara normal professional ustalar kerak bo'lib turibdi. Endi bu odam kam bo'lib turibdi. Endi hali toza osmonga bilasizku. Adamlar ishchilarga kesib turibdi. Bizlara Opitni kerak, ha? opti zo'r ish qilib professional ustalar bo'lsa ishga qabul qilamiz. Necha yoshdan bo'lishi kerak? Farqi shogird bo'lsa shogird ham atib olaveramiz. O'rgatamiz bu yerda, bolalar o'rgatildi. Professional usta bo'lsa, ularni ham qabul etamiz. Ular sразу shu ishlarni narsalarini sразу ustida to'platamiz. Trudovый yuriymi yo'qmi? Yuriydi. Yuriydi. Официальный bo'ladi. Официальный bo'ladi, чисто. Telefon nomer? Telefon nomerimiz 99 733 80 88. Endi ustalardan ham bizga nima kerak? Polirovchik kerak, tonirovchik, elektrik, shumazalatsiya qilib beradigan bolalar, keyin yana ish qilib, shuni soha, Universal. tuning sohasida taalluqli bo'lgan ishchi bolalarni taklif etamiz. Kelaveradilar, ish o'rinlarimiz bor ko'p. Endi bolalarimiz bor, hozir yetishib turibdi, mashina ko'p. Ko'rdingizku siz. Kelaverasiz. Dostlar, xudo xolasa tonirovkam urildi ya, tachaka. Nech bo'ldi? Atush. Cho'tchi bo'ldi ham. 120lik. 120likmi? 120lik o'zim qarab-ku. Ava. Ham urdik, bu qarab olib ketdi. Bir jala bo'lib ketdi. Gap bo'lishi mumkin emas ya. Aqlli bola bo'lib sizlarga. Xudo xolasa, xudo xolasa. Bo'ldi ya. Markasini bir kuzatamiz. Bir defekt ham yo'q. Garantiya axir, ha? Garantiya xudo xolasa. Mana do'stlar, kelaverasizlar. Atush Auto. Nomer 1. Suchanaga yo'lda kerak. Ajoyib havo. Suchanaga terla mashina. Bu mashina topshiradigan yerimiz bizlar. Ya do'stlar. Sazonda mashina topshirdik. Kommentariyada yozib qoldiringlar o'z fikrlaringizni. Mashinamiz bo'lsa 200 garam bo'ladi. Ish beramiz. Tonirovka, bronoplenka, химчистка, любой ish qilib. Tonirovka. Auto Detailing. Atush Auto. Number 1.